Endi esa video darslik tayyorlash jarayonida qanday texnik jihozlarga ahamiyat berish kerakligi haqida gaplashamiz. Eng muhim oltin qoida bu: yomon tasvirni tomoshabin kechiradi, lekin ovozni aslo kechirmaydi. Sifatli ovoz har qanday darsning eng asosiy poydevari hisoblanadi. Shuning uchun video darslik tayyorlaganda tiniq va ravon ovozga e'tibor qaratish kerak. Misol uchun, oddiy misol, serial ko'rmoqchi bo'lsa, Google'ga o'sha serial nomini qidiradi. Uni kачествосiga eng birinchi o'rinda ovoziga qaraydi. Videoda serial ikki xil turda chiqdi. Birinchisi ovozi yaxshi formatda, kачествоsi sal pastroq, uni ko'rsa bo'ladi. Ikkinchisi kачествоsi zo'r, lekin ovozi umuman eshitishga noqulay, asabga teguvchi. U albatta ovozi yaxshisini tanlaydi. Chunki ovoz yaxshi bo'lgandan keyin videoda ko'rish qiziqarliroq bo'ladi va uni oxirigacha ko'ra oladi. Ovozi yaxshi bo'lmasa ko'ra olmaydi, asabi buzilib videoda tark etadi. Ovozlar va mikrofonlar. Dars boshlash uchun qimmat mikrofon shart emas. Uni oddiy smartfonda mikrofoniga yaqin kelib gapirib yoki Bluetooth naushnikda mikrofonida ham yozib olsa bo'ladi. Yoki boshqa usul, eng hamyonbop mikrofon, simli mikrofonni biz bu yerda keltirib qo'yganmiz. Bu BY M1. Bu ham eng hamyonbop mikrofon hisoblanadi. Yaxshi ovoz yozib olishda yaxshi ishlaydi. Keyingisi bu tasvir kamera. Darslarga darsni yozish uchun maxsus kamera sotib olish shart emas. Bosh-boshida ilk video darsiga sovchilar uchun bu shart emas. Oddiy smartfonda ham sifatli video tasvir olsa bo'ladi. Uni shunchaki 1080 piksel hamda 4K formatda orqa fonda kamera yozib olsa ham sifatli video tasvir chiqadi. Yokida o'zini o'zi ko'rsatib, ya'ni yuzini ko'rsatib video olmoqchi bo'lsa, webkamdan foydalansa bo'ladi. Keyingisi bu yorug'lik va fonga ahamiyat qaratish kerak. Tasvir ravshan va professional ko'rinishi uchun yorug'lik muhim hisoblanadi. Oddiy kunduzlarda tabiiy yorug'likdan foydalanib, yorug' xonada, yorug'lik tushadigan joyda, derazalar oldida video tasvir olgan ma'qul. Agar kechasi bo'lsa yo qorong'u xonada bo'lsa, sun'iy yorug'lik qilish kerak. Bunda ring light va softboxlar yordam beradi. Endi video montaji va ovozi qanday bo'ladi? Video montaj qilishda smartfonlarda CapCutdan foydalansa bo'ladi. Smartfon ham, telefon ham, kompyuterda ishlaydi. CapCut bizga juda qulay, oson va kreativ effektlar bilan montaj qilish imkonini beradi. Undan keyin Adobe Premiere Pro, hozirgi kunda juda mashhur, Instagram Reels'larda ham reklamalarda mashhur Adobe yoki DaVinci yuqori darajadagi montaj, ranglar bilan ishlash va animatsiyalar kiritish uchun qulay Adobe hisoblanadi. Keyingisi bu Camtasia Studio. Ekranni yozib olish uchun eng qulayi va darslarni montaj qilish uchun oson, professional dasturlardan biri hisoblanadi. Bulardan foydalanib ishni yengillashtirish mumkin. Endi ovozdan shovqinni tozalash muhimmi? Ha, muhim. Chunki bu yerda ham dars tushuntirilayotganda orqada shovqin bo'lib tursa, bu yoqimsiz holat hisoblanadi. Videoda shamol, xona shovqini yoki g'ing'illash bo'lsa, unda tomoshabin darsdan bezadi, ko'rgisi kelmaydi video darslikni. Buni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Adobe Podcast AI bu bepul sun'iy intellekt xizmati. Ovozni professional studiya darajasiga olib keladi. Orqadagi shovqinlarni yo'qotadi va faqatgina o'sha darsda tushuntiruvchini ovozi qoladi. YouTube SEO va algoritm sirlari nimada? Dunyodagi eng zo'r darsliklarni yuklasangiz ham, odamlar uni qidirganda topa olishmasa, mehnat zoya ketadi. Buning uchun quyidagi SEO elementlarini to'ldirish shart hisoblanadi. SEO elementlarida birinchi asosiy narsa kalit so'zli sarlavha. Bu nima uchun kerak? Odamlar Google yo YouTube'ga boya aytib o'tganimdek dars 1 yo mavzu 1 deb hech qachon qidirmaydi. Qidirganda ham biror narsani aytib, misol uchun video yasash dars 1 deb qidirishi mumkin. Mustaqil ish tayyorlash dars 2 deb qidirishi mumkin, lekin hech qachon alohida dars 1 dars 2 deb qidirmaydi. Shuning uchun video darslik tayyorlandi yuklayotganda nomini dars 1 kabi emas, Photoshopda rasm kesish yoki oson darslik deb aniq yozib qo'yish kerak. Bu foydalanuvchiga qulaylik tug'diradi va kontentni reklamada, ya'ni qidiruvda chiqib kelishini osonlashtiradi. Ikkinchisi bu tavsif va meta ma'lumotlar.
Videoni dastlabki 3 ta satrida mavzu mohiyatini batafsil tushuntirish kerak. Darsdagi asosiy tayanch tushunchalarni yozib qo'yish kerak. Tavsif yoziladi. Video darsga yuklanayotganda ana o'sha yerda albatta yozib qo'yish kerak bo'ladi ma'lumotlarni. Ya'ni video darslik o'zi qisqacha nimalardan iborat, u yerda nimalar ko'rib chiqilyapti shu haqida. Endi uchinchisi time kodlar. Time codes bu ixtiyoriy. Videoni bo'limlarga bo'lib qo'ysa, o'sha foydalanuvchiga bu oson va qulay bo'ladi. Bu qidiruv tizimlariga dars mazmunini oson indekslashga ham yordam beradi. Qidiruv tizimlarida masalan video darslik tayyorladi, umumiy video darslik qanaqadir dasturda o'rnatib, ishlatib natijaga erishishdan iborat. Lekin qidiruvga foydalanuvchi shu dasturda ishlatganda qanaqa natijaga erishish mumkinligi haqida yozdi va bunda sizni video darsligingiz chiqib kelmadi. Nimaga? Chunki u yerda times kodlardan foydalanilmagan. Shuning uchun bu qismdan bu qismgacha bunaqa jarayon bo'ldi, bu qismdan bu qismgacha bunaqa jarayon bo'ldi deb yozib qo'ysa, qidiruvda chiqishga yordam beradi. Keyingisi CTR va auditoriyani ushlab qolish tahlili. Endi bizda CTR o'zi nima? CTR bu click through rate, ya'ni tanlash koeffitsiyenti. Soddaroq qilib tushuntirilganda, sizning videongiz sarlavhasi va muqova rasmini Zubnail YouTube'da 100 kishi ko'rdi. Zubnailda deyapti. Muqova rasmi. Zubnail nima? Zubnailda biz ko'rishimiz mumkin. Hozir mana bu yerda Zubnail haqida tushuncha beraman. YouTube'ga kirganda videolar shunday hamma videolar reklamasi chiqib keladi. U yerda har bir videoda muqova rasmi bo'ladi mana bu yerda. Mana masalan shu qo'shiqda muqova rasmi taksini ko'rana qadar turibdi. Bu alohida rasm. Mana bu yerda ham mana turibdi. Bu rasm videoda ichida umuman kelmasligi mumkin, chunki muqova rasmi, ya'ni reklamasi videoda. Agar shu qiziqarli bo'lsa, keyin foydalanuvchi videoga kirishi mumkin. O'sha Zubnailda o'zini 100 kishi ko'rdi. Shulardan necha kishi ustiga bosib videoni ochdi. Hozir mana biz oddiy qilib ko'rdik buni, lekin ichiga kirmadik. Necha kishi buni ichiga kirdi degan narsa bu CTR. Shu Zubnailga qiziqib ichiga kirdi. Shularni hisoblovchi bu CTR bo'ladi. CTR ko'rsatkichi 8-15% oralig'ida bo'lsa, darslik juda muvaffaqiyatli qadoqlangan bo'ladi. Keyingisi bu retention. Auditoriyani ushlab qolish. Oddiy qilib aytganda, videoni ochganda odamlar o'rtacha necha foiz qismini ko'rdi? 10 daqiqalik videoning qancha qismini ko'rdi? Endi biz mana YouTube'ga kirdik, ichiga kirdik, Zubnailga qiziqib, unda sirazi chiqib ketdikmi yo videoni qanchadir qismini ko'rib chiqib ketdikmi? Bu retention. Retention agar 50% dan yuqori bo'lsa, YouTube algoritmi ushbu darsni barchaga tavsiya eta boshlaydi. Ya'ni siz CapCut'da video yasash degan video darslik tayyorladingiz va muqova rasmini juda chiroyli qilib qo'ydingiz. Kimdir shunaqa qidiruv berdi. Uni retentioni 70%, 75%, CTR ko'rsatkichi 16%. Bu istalgan foydalanuvchi CapCut'da video tayyorlash yoki CapCut deb bir narsa deb qidiruv berganda, video darsligingiz uni qarshisiga chiqadi. Bu video darsliklarda followers ko'paytirish, like'ini ko'paytirish ehtimolini oshiradi. Keyingisi ta'lim samaradorligi tahlili. Hozirgi kundagi leksika darslari va YouTube video darsliklari orasidagi taqqoslov. Leksika darslari nimalardan iborat? U yerda bir marta tushuntirish bo'ladi. Pauza bo'lmaydi, qaytib ko'rib bo'lmaydi. Kimdir ba'zi talabalar bunga qiziqadi, ba'zi talabalar bunga qiziqmaydi. Shu sababli eshitish, ya'ni passiv tinglovchi holat yuzaga keladi. Keyingisi vaqt va makon chegarasi. Bu aynan bitta xonada, aynan bir chegaralangan dars vaqtda bo'lishi kerak. Video darsliklar unday emas. Uni istalgan vaqtda, istalgan joyda ko'rsa bo'ladi. Biror joyini tushunmagan bo'lsa, qaytarib boshqatdan ko'rsa yo pauza qilib tursa bo'ladi. Keyin murakkab tushunchalar, animatsiyalar, ramzlar va amaliy kodlar bilan boyitilgan holatda tushuntiriladi. Video darslik bizga har tomonlama qulay bo'ladi. To'g'ri, ba'zi hollarda leksika darslariga yetmaydi. Yuzma-yuz tushungan yaxshiroq. Bu o'z ustida qayta ishlash uchun qulay, samarali yechim video darsliklar bo'ladi. Endi video darsliklar yaratilgandan keyin qanday natijalarga erishildi? Oldin leksika darslarini o'zida 45% o'zlashtirish bo'lgan. Keyinchalik video darslik chiqqandan keyin yuqori o'sish kuzatilgan, ya'ni 85% o'zlashtirish yuzaga kelgan, ya'ni 40% o'sish bo'lgan.
keyin esa 90% mustaqil amaliy topshiriqlarni bajara olish darajasi ko'rsatilgan. Bu yuqori natija hisoblanadi. Endi sun'iy intellektlarda o'rni qanday? Sun'iy intellektlar bizga video darsliklarimizda AI montajdan, matnda video yasashdan, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida subtitrlar qo'shish avtomatik bu bizga ancha qulaylik tug'diradi. Video darslik tayyorlayotganda bemalol sun'iy intellektdan foydalansa bo'ladi. Unda istalgan tizimda foydalanib, video darslikni yanayam chiroyliroq holatga keltirish mumkin. Yangi boshlovchilar uchun video darslik yasashdagi 4 ta oddiy oltin qoida haqida aytib o'tamiz. Birinchi qoida sifatni ovozdan boshlash kerak. Ya'ni qimmat kameraga pul sarflamasdan oddiy lekin tiniq ovoz beruvchi mikrofonlardan foydalanish ma'qul. Ikkinchi qoida oddiy tilda gapirish kerak. Ilmiy, murakkab so'zlarni kamaytirish kerak. Xuddi do'stiga tushuntirgandek tushuntirib bersa, bu foydalanuvchi uchun qulaylik tug'diradi. Uchinchi qoida doimiylik saqlanishi kerak. Xuddi serial kabi haftasiga 1 yo 2 marta barqaror darsliklarni yuklab borish kerak. To'rtinchi qoida CTRni kuzatib borish kerak. Ya'ni har doim muqova rasmiga ahamiyat qaratib, uni ustida ijod qilish kerak. Uni o'zgartirib, yangilab, dizaynini chiroyliroq holatga keltirib turish kerak. Chunki darsga kirish darvozasi bu zubnail hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, video darsliklar bizga yanayam tushunishga yordam beradi. Kelajakda video darsliklardan foydalanish ko'rsatkichi yanayam o'sib borishi kuzatiladi. Hozircha men aytmoqchi bo'lganlarim shular. Keyingi darsda tayyor video darslikni YouTube kanaliga qanday joylash haqida video darslik chiqariladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.